Savsavni boshqalarning kuchidan foydalanishga ajoyib moyil desam ishonamsiz. Yurak berib alt raqamni yo'llab o'tgandan keyin filmning oxirini ko'ring. Uch podshohni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsav uch podshohlikdagi ajoyib muhim shaxs. Ham nimishqa Savsavni boshqalarning kuchidan foydalanishga moyil deymiz. Kinoni ko'rgan hammalar bilamiz. Uch podshohlikda Savsav Dongjuani qasdlamoqchi. Bu vaqtda u qanday qildi degan vaqtda bevosita Dongjuanning yoniga bormay, Wang Yunning yoniga berib, Wang Yundan uninki atimiras xanjarini so'raydi. Hamda bu xanjarni so'rashdagi maqsadi bu xanjar savutni o'talaydi deb so'raydi. Amaliyotda uning birdan-bir maqsadi bu xanjarni so'rash emas, balki Wang Yunga mushu ishni bildirib qo'yish, ya'ni o'zining bu ishni qilmoqchi bo'lganligini bildirish orqali uningda mas'uliyat tuyg'usi paydo qilmoqchi. Bu orqali nimaga yetkil bo'ldi degan vaqtda, masalan, Savsav kirib qasligandan keyin agar muvaffaqiyatli bo'lsa, Wang Yunninki qo'llash ostida u tez suratda nom chiqaradi. Chunki Wang Yun Dongjuanning qarshısida amaliy kuch eng yuqori vazir deyish. Agar muvaffaqiyat bo'lmay qolsa, demak Savsav bilan Wang Yun buni birlashib bu ishni vujudga chiqaradi. Demak, Wang Yun Savsavni qo'g'dimasa o'ziga xavf yetishi mumkin. Shunga Savsav Wang Yunninki himoyasiga ega bo'la oladi. Demak, Savsav bu ishni qilishdan burun o'zininki oqibatini oldin o'ylab qo'ygan. Shu sababdan oldi bilan o'ziga tirak bo'lgan, ya'ni himoya qilgan odamni tepish uchun shunday bir plan o'ylab topgan deyish mumkin. Agar siz bu gaplarga qo'shilsangiz, astiki inkaslarga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p, jahondorchilik qayt mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonimga uchir qiling.